Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men tövəndə shu qon besimi to'g'risida qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Hammanglarning diqqat berishini umid qilaman. Bu qon besimi deganimiz hamda shu qizil qon tomir ichida eqiyotgan qonniki qizil qon tomir temiga tushirgan besimi bo'lib, bu besim odatda normal doiradan eshib ketsa, ya'ni ma'lum belgilik normal deb qaralgan chekdan eshib ketsa, u vaqtida yuqori qon besimi kelib chiqadi. Bu yuqori qon besimi hamda shu yurak kasali, diabet kasali bilan qo'shilib, dunyoda eng ko'p uchraydigan kasallik hisoblanadi. Ya'ni bo'libmi bak taraqqiy qilgan davlatlarda yoki semiz odamlar ko'p davlatlarda bu qon besimi nisbatan aytgan vaqtida eng ko'p uchraydigan, saqaytish, paltok saqaytish qiyin bo'lgan, faqatla davolanib turish orqali kasalni kontrol qilg'ili bo'ladigan bir xil kasallik bo'lib, bu kasal to'g'risida belgilik tushunchaga ega bo'lish bizningki sog'lomligimiz uchun nihoyatda muhim. Men tövəndə bu cəhətdə azraq toxtalıb ötməkçi. Undaqda qon besimi qanchalik bo'lsa normal bo'lgan bo'ldi, anandan keyin bu normal qon besimidan qanchalik ishib ketgan vaqtida, anandan keyin yuqori qon besim bo'ldi degan vaqtida normal qon besimi odatda shu yurak sıqılğan vaqtidagi qon besimi 120 atrofida bo'lgan vaqtida, yurak kengaygan vaqtidagi qon besimi 80 atrofida bo'lgan vaqtida normal qon besimi hisoblanadi. Yana mundaqcha aytgan vaqtida sal uningki doirasini sal keng qilib aytgan vaqtimizda shu yurak sıqılğan vaqtidagi qon besimi 90 bilan 120 arasida bo'lgan vaqtida, yurak kengaygan vaqtidagi qon besimi 60 bilan 80 ning oralig'ida bo'lgan vaqtida bu normal qon besimi hisoblanadi. Undaqda bu qon besimi qanchalikda eshib ketgan vaqtida, shu normal qon besimining qanchalik eshib ketgan vaqtida yuqori qon besim bo'ldi degan vaqtimizda hamda shu qon yurakning sıqılğan vaqtidagi qon besimi 120 dan 139 atrofida bo'lgan vaqtida, anandan keyin bu yurak kengaygan vaqtidagi qon besimi 80 dan 90 atrofida bo'lgan vaqtida bu yuqori qon besimininki oldingi mezgili yoki yuqori qon besimining chegarasi hisoblanadi. Hamda yuqori qon besimininki birinchi darajasi, ya'ni dastlabki bosqichdagi yuqori qon besimi qanchalik bo'ldi degan vaqtida shu yurak sıqılğan vaqtidagi qon besimi 120 dan 159 bo'lgan vaqtida, andan keyin yurak kengaygan vaqtidagi qon besimi 90 dan 99 bo'lgan vaqtida shu yuqori qon besimininki birinchi darajasi, ya'ni töven bosqichi hisoblanadi. Andan keyin bu qon besimininki shu yurak sıqılğan vaqtidagi qon besimi 160 dan 179 arasida, andan keyin yurak kengaygan vaqtidagi qon besimi 100 dan 109 arasida bo'lgan vaqtida yuqori qon besimining ikkinchi darajasi, ya'ni o'ttiral darajada ig'ir qon besimi hisoblanadi. O'ttiral darajadagi. Agar qon besimi, ya'ni yurak sıqılğan vaqtida 180 dan eshib ketsa, anandaki yurak kengaygan vaqtida qon besimi 110 yoki undan yuqori bo'lgan vaqtida yuqori qon besimi jiddiy holat, ya'ni yuqori qon besimi jiddiy holat yoki qon besiminiki 3-darajasi yoki eng ig'ir bosqichi hisoblanadi. Shunga bunda aytgan vaqtida bu yerda normal qon besimi bilan yuqori qon besimi, ya'ni birinchi darajalik yuqori qon besimining oralig'ida yuqori qon besimininki chegara rayoni yoki shu yuqori qon besimining oldingi mezgili deb atalgan bir rayon bor. Men yuqorida deb o'tgandagidek bu chegara, qon besimi chegara
doirasida shu qon nimaning yurakniki siqilgan vaqtida qon besimi 120 dan 139 bo'lgan vaqtida yurak kengaygandiki 80 dan 90 bo'lgan vaqtida shu yuqori qon besiminiki oldingi mazgil yoki qon besimining chegara rayoni hisoblandi. Agar biz mush holga yetgan vaqtimizda cho'qim naytı diqqat qilishimiz, yemek içmekten yoki harakat, chiniqish yoki badan ig'irligini kontrol qilish har qatorliq har qandaq usullar, tadbirlarni qo'llanib, shu qon besimizni nayt yaxshi kontrol qilishimiz kerak. Agar kontrol qilolmay bu chekdan ishib ketsa, biz rasmiy shu yuqori qon besimi kasallik holatiga qadam qo'ygan bo'lamiz. Onun hamda yuqori deb o'tgandagidek birinchi daraja, ikkinchi darajalar, anandaki jiddiy holat. Jiddiy holat deganda eng xatarlik, eng ig'ir ahvol bo'lib, bu vaqtida qon besimi tushirilmasa, mengiga qon tushadigan yoki boshqa yomon oqibatlar kelib chiqib, odamniki hayotiga tahdid elib kelgan ahvol yuz berdi. Undaqda qon besimiga ta'sir ko'rsatadigan omillar nimalardan iborat degan vaqtida men bu sizlar ko'rayotgandagidek bu yerda 16 xil o'xshamagan sabab omillarni tizib chiqdim. Bularning hammasi qon besimiga o'xshamagan darajada ta'sir ko'rsatadi. Albatta, qon besimiga ta'sir ko'rsatadigan omillar yolg'iz bularla deganlik emas, buningdan sirtida yana boshqa omillar bo'lishi mumkin. Lekin bular hozir tibobat sohasida qon besimiga ta'sir ko'rsatadigan asosli omillar deb qaralgan omillar. Birinchisi shu kasalliklar, ba'zi kasalliklar degan vaqtimizda hamda shu qon tomiriniki g'alitiligi yoki bo'lmasa shu qon tomiriniki kengayishiga cheklama nim qildigan cheklama keltirdigan yoki qon tomiri tug'ma tariyib oldigan ahvollar. Bular shu qon besimiga ta'sir ko'rsatadigan kasalliklar hisoblanadi. Anandan keyin ikkinchisi yosh. Hamda yosh vaqtlarimizda qon besimimiz nisbatan normal yoki to'van bo'ldi. Yoshning cho'ng'ishiga ergishib qon besimimiz yuqorilaydi. Uchinchisi irsiy omil. Hamda irsiy omil degan vaqtida bizningki shu ota-onamizda qon besimi yuqorilik ahvol bo'lgan bo'lsa, undan keyin shu bizdimi qon besimi yuqori bo'lish ahvoli kelib chiqishi mumkin. To'rtinchisi qon hajmi, ya'ni badanimizda qon hajmi, qonning miqdori normaldan ishib ketgan vaqtidami bu qon tomirlariga besim keltirib, bizningki qon besimimizning ishib ketishini keltirib chiqarishi mumkin. Beshinchisi qon qo'yuqligi, ya'ni qon qo'yilib olgan vaqtida bu qonningki qon tomiri eqishi to'sqinlik uchrab, yana ta'sirlashib qon besimi yuqorilab ketadigan ahvol bor. Oltinchisi qon tomirining elastikiligi, ya'ni yurakning so'qishiga ergishib, yurak siqilib, yurak kengaygan vaqtida qon tomiri shuningga mos holda kengayib tarayib ashta qilamsa, bunday chiqqan vaqtida qon tomirininki elastikiligi tövellab ketsa, u vaqtida qon besimi yuqorilaydigan ahvol kelib chiqadi. Yettinchisi qon tomirininki tar kengligi. Hamda tar kengligi degan vaqtida albatta shu elastikligining tövellab ketishi bor. Anandan keyin ba'zi kasalliklar yoki tashqi omillar tufaylidan qon tomirlar besilib, masalan, o'sma muhim qon tomirlarning atrofida o'sma bo'lgan vaqtida o'sma besilib qon tomiri tarayib oldigan ish bor. Buning bilan qon besimi yuqorilaydi. Uningdan boshqa shu qon tomirlarniki timiga shu may, ya'ni kolesterol moddalari o'ltiraqlashib, qon tomiriniki ichi tarayib olgan vaqtidami bu
qon besimiga ta'sir qildi. 8-si badan yig'irligi, ya'ni semizlik. Badan yig'irligi yuqori bo'lgan yoki semiz odamlardami may moddasining ko'payib ketishi, qon tomirining tarayishi va boshqa sabablar tufaylidan qon besimi yuqorilaydi. 9-si yemak-ichmak. Hamda bizning yemak-ichmakimizda shu may adadidan ziyoda ko'p bo'lgan vaqtida bu may moddalari badanda qandagi, ya'ni may moddalari shu qon tomirlariga o'ltiraqlashib, qon tomirininki qetishivilishi yoki qon tomirining tarayivilishini keltirib chiqardi. Bu shu bizningki yemak-ichmak omilimiz qon besimiga ta'sir ko'rsatgan. 10-si hormonlar. Bir necha xil hormonlarniki shu qon besimiga ta'sir ko'rsatganligi ma'lum. 11-si tuz. Tuzni ko'p yegan odamlarniki, ko'p iste'mol qilgan odamlarniki qon besiminiki yuqori bo'lganligi bu hech qanday bir nima talab qilmaydigan bir haqiqat, hech qanday talash tortish ketmaydigan bir xil haqiqat. Hamda tuzni biz ko'p yegan vaqtimizda bu suduk nisbatan ozlab qonninki hajmi yuqorilab ketadi. Shuning bilan bu yurakka besim keltirishi, qon tomiriga besim keltirishi, yuqori qon besimini keltirib chiqarishi mumkin. 12-si shu qahvaning tarkibidagi kofein. Kofeindimi shu qon besimini qon besiminingki yuqorilab ketishiga sabab bo'lgan omil. Ya'ni ba'zilarning qarashicha bu qon tomirini yig'ib qon tomiriniki tarayivilishini keltirib chiqarishi va shu sababdan qon besimiga ta'sir ko'rsatishi mumkin deb qaralmoqda. 13-si ba'zi dorilar, ya'ni bular qon tomirining tarayishini keltirib chiqaradigan dorilar, anandan keyin shu qildam qon tomirlariniki tarayishini keltirib chiqaradigan dorilar. Bu dorilar shu qon tomiri taraygan vaqtida qonning eqishi to'sqinlikqa uchrab qon besimininki yuqorilab ketishini keltirib chiqardi. 14-si aroq, tamaka, bu qon tomirlarga ta'sir ko'rsatish orqali qon besimining yuqorilab ketishini keltirib chiqaradigan omilning birisi. 15-si ro'y kayfiyat. Buni hammamiz bilamiz. Masalan, biz ochig'imiz kelgan vaqtida, jiddiylashgan vaqtida qon besimiz o'rlab ketadigan ahvollar bor. 16-si homila bo'lish, ya'ni homila bo'lgan bo'lib, oxirgi bosqichda ko'pincha homila ayollarda yuqori qon besimi kelib chiqadi. Ularningki ba'zilari shu homila oxirlashib, bola tuqqandan keyin bir mezgildan keyin asli kelalishi mumkin. Ba'zilari albatta davolashga muhtoj bo'lib qoladi. Bu hamda shu 16 xil omil shu qon besimiga ta'sir ko'rsatadigan omillar hisoblanadi. Albatta buning sirtidan ba'zi omillar bo'lishi mumkin, lekin bular yuqorida o'tgandek qon besimiga ta'sir ko'rsatadigan asosli omillar shu 16 xil omil. Yuqori qon besimining turlari degan vaqtida hamda asosligi bu ikki xil bo'ladi. Qon besiminiki turi ikki xil bo'ladi. Birinchisi birlamchi yuqori qon besimi, ya'ni sababi aniq bo'lmagan yuqori qon besimi. Ikkinchisi ikkilamchi yuqori qon besimi bo'lib, bu ma'lum kasallik sababi, ya'ni böbrek kesili va yoki boshqa omillar, masalan homila bo'lish va ba'zi dori hormonlarning sababidan kelib chiqqan yuqori qon besimini biz odatda ikkilamchi qon besimi deymiz, yuqori qon besimi deymiz. Ya'ni bunda chiqqan vaqtida sababi aniq bo'lmagani birlamchi, sababi ma'lum sababdan kelib chiqqan ikkilamchi qon besimi hisoblanadi.
Yuqori qon besimini keltirib chiqaradigan kasalliklar. Yuqorida men deb o'tgandagidek, birlamchi qon besimi bilan ikkilamchi qon besimininki asosli farqi ikkilamchi qon besimida bir qism kasalliklar sababidan paydo bo'lgan qon besimini ikkilamchi qon besimi dedik. Shunga bu yerda qandaq kasalliklar shu yuqori qon besimini keltirib chiqarishga degan kasalliklar degan vaqtida hamda yosh farqining o'xshamasligiga qarab sabablarni biroz farqli bo'ladi. Hamda 11 yoshdan kichik bolalarda asosligi shu böbrek kasali va qizil qon tomiridagi binormallik. Bularning ko'pinchisi tug'ma binormallik hisoblanadi. Bular shu kichik bolalardagi qon besimining yuqorilab ketishini keltiradigan kasalliklar. Andan keyin 12 yoshdan 18 yosh orasidagi o'smirlarda qandaq ahvollar shu qon besimining yuqorilab ketishini keltirib chiqardi degan vaqtida uningdimi yana o'xshashlar böbrek kasali va qizil qon tomiridagi binormallik. Buningdimi bir qismlari tug'ma binormallik bo'lishi mumkin. Andan keyin 19 yoshdan 39 yosh orasidagi yoshlarda qaysi kasalliklar qon besimining yuqorilab ketishini keltirib chiqardi degan vaqtida buningdimi o'xshashli böbrek kasali va qalqonsimon bezdagi binormalliklar. Qalqonsimon bezdagi. Men yuqori degan vaqtida ba'zi hormonlar shu qon besimininki yuqori bo'lishiga ta'sir ko'rsatadi degandim. Bu yerda shu qalqonsimon bez ishlab chiqargan hormonlarmi bu qon besimiga ta'sir ko'rsatgan omillar, uningdan boshqa böbrek usti bezi ajratib qolgan hormonlarmi qon besimininki yuqorilab ketishiga ta'sir ko'rsatgan hormonlar hisoblanadi. Andan keyin 40 yoshdan 65 yosh orasidagi o'rta yoshliklarda qaysi kasalliklar qaysi xil ahvollar qon besimining yuqorilab ketishini keltirib chiqardi degan vaqtida birinchisi hormon, qalqonsimon bezidagi binormallik, andan keyin uxlayotganda nafsi to'xtab qilish, Cushing sindrom deb bir xil kasallik bor, uni Uyg'urcha nima deydi uqolmaganligim uchun men asli inglizcha ang bo'yicha oldim. Andan keyin nerva o'smisi. Bularning hammasi shu 40 yoshdan 65 yosh orasidagi odamlarda yuqori qon besimini keltirib chiqaradigan omillar. Shunga bu xil insonlar yuqori qon besimiga giribdor bo'lgan vaqtida albatta bu kasallarning bor yo'qligi to'g'risida tafsiliy tekshirish ilib berish kerak. Bo'lmasa bu aslidagi kasal davolab saqaytilmasa bu qon besimini kontrol qilish tasga tushadi. Andan keyin 65 yoshdan yuqori yashanganlarda degan vaqtimizda uningda asosan qizil qon tomir qetib-olish, ya'ni kolesterolning yuqori bo'lishi sababidan qizil qon tomir qetib-olish, qizil qon tomirining elastikligini tövallab ketish, böbrek zaiflashish, qalqonsimon bez hormonining tövallab ketishi degandagidek omillar shu 65 yoshdan yuqorilarninki qon besimini yuqorilab ketishini keltirib chiqaradigan muhim kasalliklar hisoblanadi. Yuqori qon besimi sababidan kelib chiqadigan yomon oqibatlar, ya'ni yuqorida biz yuqori qon besimini keltirib chiqaradigan kasalliklarni tilga oldik. Endi yuqori qon besimidan kelib chiqadigan kasalliklar yoki yomon oqibatlar degan vaqtimizda birinchisi bosh og'rish, ko'z to'lishish, ko'zi ko'rmaslik, ya'ni qarg'ub qilish. Andan keyin miya qon tomir kasali, miya qon tushish, tojsimon yurak kasali, qizil qon tomir o'smisi, yurak tiqilmasi, yurak zaifligi, böbrek zaifligi. Bular hammasi shu yuqori qon besimiga giribdor bo'lib, uzun muddat qon besimi yaxshi kontrol qilinmagan odamlarda kelib chiqadigan kasallik yoki yomon oqibatlar. Shunlashqa biz shu qon besimi normal doiradan ozroq ishib ketgan vaqtda buningga alohida ahamiyat berib, har xil farz tutish va yoki shu tomoqni kontrol qilish, badan ig'irligimizni kontrol qilish orqali bu qon besimimizni nihoyatda yaxshi kontrol qilishimiz kerak. Bo'lmasa vaqtning o'tishi bilan ba'zi biz umid qilmagan yomon oqibatlar kelib chiqishi mumkin. Yuqori qon besimining oldini olish.
Endi biz yuqorida mush qon besimininki qon besimining yuqorilab ketishiga sabab bo'lgan omillar va qon besimi yuqorilab ketganda kelib chiqargan yomon oqibatlarni so'zlab o'tdik. Endi qanday qilgan vaqtida shu yuqori qon besimining oldini olg'ili bo'ldi, bu yomon oqibatlardan saqlang'ili bo'ldi degan vaqtida birinchisi sog'lom yemakliklarni iste'mol qilish. Ya'ni bu yemekliklarda sog'lom yemekliklarni tanlab iste'mol qilish, qon besimini yuqoriltishga sabab bo'ladigan yemekliklarni amal bilan kontrol qilish, andan keyin yemeklikning umum miqdorini kontrol qilish. Bo'lib badanga ehtiyoji bo'lgan oziqliklarning teng-tengligiga alohida ahamiyat berish. Biz ko'pincha ahvolda o'zimiz bilib bilmay tomoqni badanning ehtiyojidan ko'p yeb olamiz. Bu shu semizlikni keltirib chiqarishda, qon besimining yuqorilab ketishini keltirib chiqarishda cho'ng rol o'ynaydi. Shunga sog'lom yemekliklarni iste'mol qilish, yemeklikning miqdorini kontrol qilish, andan keyin oziqlik teng-tengligiga diqqat qilish, bu shu sog'lom yemekliklar doirasiga kiradigan omillar. Bu orqali biz qon besimimizningki yuqorilab ketishiningki oldini ola olamiz. Ikkinchisi aktiv harakat qilish, ya'ni badan chiniqtirishga qatnashish. Men oldin bir necha qitim so'zlagan leksiyalarimda shu badan chiniqtirishninki sog'lomlikqa bo'lgan ahamiyatini alohida tilga ilib o'tgan. Shunga bu aktiv harakat qilish, badan chiniqtirish deganlikda bizningki sog'lomligimizda muhim, shu qon besimining yuqorilab ketishining oldini olishdimi muhim rol o'ynaydi. Uchinchisi tamaki chekmaslik. Agar tamaki chekilganlar bo'lsa, tamakini tashlash. Endi bu tamaki shu qon tomirlariga ta'sir ko'rsatish orqali qon besimininki yuqorilab ketishini keltirib chiqardi. To'rtinchisi ko'p aroq ichmaslik yoki aroq ichmaslik. Endi bu aroq masalasi kelgan vaqtida tibobatda o'xshamagan mutaxassislarning o'xshamagan ko'rish qarashlari bor. Ba'zilar aroq ichishni ziyonliq deb qaragan bo'lsa, ba'zilar aroqni ko'p ichmay, oz miqdorda aroq ichib berish sog'lomlikqa foydali deb qaraydiganlar bor. Albatta biz musulmon bo'lgandan keyin o'zimizningki shu e'tiqodimiz bo'yicha ichmasak texmi yaxshi. Shunga bu yerda men faqatla umumlikni ko'rsatib ko'p aroq ichmaslik deb oldim. Chunki bu oz aroqqa nisbatan o'xshamagan odamlarningki o'xshamagan ko'z qarashi bor. Shunga buni o'xshamagan kishilarning tanlashiga qo'yib berdim. Beshinchisi tuzni kontrol qilish. Ko'p tuz iste'mol qilishdan saqlanish. Bu vaqtda shu tuz to'g'risida men ayrim bir leksiyamda so'zlagan. Bu tuzni ehtiyojdan ortiq yeyilish badanimizga ig'ir ziyonlarni keltirib akildi. Biz ko'pinchimiz tuzningki ta'miga qarab tuz miqdorini belgilaganligimiz uchun tuzningki badanning tuzga bo'lgan ehtiyoji qarab emas, o'zimizningki tomoqning ta'miga qarab belgilaganimiz uchun mutlaq ko'p ahvol ostida biz shu badanning ehtiyojidan bir necha hassa ortiq bo'lgan tuz iste'mol qilamiz. Shu sababdan shu yosh 40-50 yoshni oshgan vaqtida bu tuz uzun muddat badanning ehtiyojidan ortiq yegan tuz yolg'iz bo'rakningki xizmat yukini oshirib qolmasdan balki qon besimimizni yuqoriltib oxirisida yurak har xil kasallikka giribdor bo'lishni keltirib chiqardi. Oltinchisi badan ig'irligini muvofiq kontrol qilish. Bu albatta yuqorida deb o'tgandagidek shu aktiv harakat qilish, badan chiniqtirish bilan munosabatlik. Ya'ni badan ig'irligi bak eshib ketgan vaqtida, adam bak semiz bo'lgan vaqtida badandagi ortiq maylar shu qon tomirlariga o'ltirishib, qon tomirininki tarayvilishi va qon tomir temining elastikligining tövellab ketishini keltirib chiqardi. Shuning bilan bu qon besimi yuqorilaydigan ahvol kelib chiqadi. Anandagi 7-si qondagi kolesterolni tövellatish.
bu vaqtda badan ig'irligini muvofiq kontrol qilish degandimi ta'kidlab o'tgan hamda qandagi kolesterolni tövaltish, qandagi mayni tövaltish, shu orqali qon tomirining qetib va qon tomir timining elastikligini tövallab ketishning oldini olg'ili bo'ldi. Bumi shu qon besimining yuqorilab ketishining oldini olishda muhim rol o'ynaydi. Anandan keyin 8-chi ruhiy kayfiyatni yaxshi tutish, ya'ni men yuqorida deb o'tgandagidek shu ro'yjatga jiddiylashish, bak ochiq qilinish sababidan qon tomiri torib, sonli qon besimi yuqorilab ketadigan ahvol kelib chiqadi. Bu bizningki salomatligimizga ziyonli hamda. Şuna şu yuqorida deb o'tgan bir necha xil usullar orqali şu qon besiminiki yuqorilab ketishni belgilik darajada oldini olg'ili yoki kontrol qilg'ili bo'ladi. Yuqori qon besimini qandaq davolaymiz degan vaqtida hamda bu yuqori qon besimi men boshda ozroq ta'kidlab o'tdim. Bu butunlay saqaytqili bo'ladigan kasal emas, faqatla kontrol qilg'ili bo'ladigan kasal. Shunlashqa bu bizga nisbatan eng muhim bo'lgani oldini olish, ya'ni bu qon besimi yuqorilab ketishga kelmaslik, ya'ni mundaqchiga vaqtida bu yuqori qon besimiga giribdor bo'lishdan burun uning oldini olish, uningdan saqlanish eng muhim. Şuna agar biz bu nuqtadan diqqat qilmay o'tib ketib rasmiy kasallik holatiga yetib borgan vaqtimizda, u vaqtida bu kasalni biz bir umr davolab turishimizga to'g'ri keldi. Hamda oldi bilan hamda yuqori qon besimini davolashning maqsadi qon besimini tövaltish. Yuqori qon besimi keltirib chiqargan agashmi kasalliklardan saqlanish. Masalan, bir qitim biz davolanib yoki qon besimini kontrol qilsak, uning bilan bizning qon besimimiz butunlay saqib ketgan bo'lmaydi. Biz faqatla shu uzluksiz davolash orqali qon besimimizni yaxshi kontrol qilib, shu yuqori qon besimi sababidan kelib chiqqan agashmi kasalliklardan saqlanish. Bu qon besimini davolashninki eng asosli maqsadi. Agar qon besimi yuqori qon besimining chegarasida bo'lsa yoki yuqori qon besimizningki dastlabki bosqichida bo'lsa, turmush odatini o'zgartirish orqali qon besimini davolab qon besimining davomli yuqorilab berishning oldini olg'ili va uni normal doirada kontrol qilg'ili bo'ladi. Ya'ni bunday chiqqan vaqtida shu farz tutish, yemak-ichmaklarga diqqat qilish orqali bu agarda biz shu qon besimimizni normal doiraga tushira olsak yoki normal doirada kontrol qila olsak, u vaqtida qon besimini tövaltadigan dorilarni ishlatishninki hojati qolmaydi. Bu bizga nisbatan eng g'oyalik usul. Agar turmush odatlarimizni o'zgartirish va yoki har xil yemak-ichmak jihatlarda farz tutish orqali biz qon besimimizni yaxshi kontrol qilamasak, u vaqtida amal yo'q, qon besimini tövaltadigan dorilarni ishlatishga to'g'ri keladi. Biz shunday qilishimizga majbur bo'lib qolamiz. Bu qon besimini tövaltadigan dorilarni ishlatish boshlagandan keyin hargizmi masalan bir mazgil ishlatib qon besimi kontrol olgandan keyin to'xtatsam bo'ldi deydigan gap yo'q. Bu davolash boshlangandan keyin shu qon besimininki egiz pastligiga qarab dorininki miqdorini tangshashga bo'ladi, lekin biroqla tamoman to'xtatishga bo'lmaydi. To'xtatgandan keyin lekin dori iste'mol qilishni to'xtatgandan keyin qon besimi qaytadan yuqorilab ketishi va ba'zi xatarlik ahvollarni keltirib chiqarishi mumkin. Shunga bu qon besimini kontrol qilishda qandoq vaqtda dori ishlatish, qandoq vaqtda dorining miqdorini tangshash deganlar bu qon besimiga, yuqori qon besimiga giribdor bo'lgan insonlarga nisbatan bilish tegishlik muhim savat.
Endi yuqori qon besimini tel-to'kis saqaytqili bo'lmaganligi uchun men yuqori deb o'tdim. Uni faqat kontrol qilib bo'lganligi uchun bu shu diagnoz qo'yilgandan keyin, ya'ni qon besim, yuqori qon besimiga giribtor bo'psan deb shu diagnoz qo'yilgandan keyin uzluksiz davolab bu qon besimini normal doirada kontrol qilib turish zarur bo'lgan bir kasallik. Mundaq chiqqan vaqtida buningki oyig'i chiqmaydi. Shunga yuqorida ta'kidlab o'tdim, oldini olish bek muhim. Agar oldini olish mag'lub bo'lgan vaqtida cho'qim davolashni uzildirmay qon besimimizni yaxshi kontrol qilib turishimiz kerak. Bo'lmasa qon besimi egiz-past bo'lib, osonla ba'zi yomon oqibatlar kelib chiqishi mumkin. Bugun so'zlamoqchi bo'lgan bu yuqori qon besimi va yuqori qon besimi to'g'risidagi leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat qilib anglaganinglarga ko'p rahmat. Alloh hammalarni salomat qilsin. Xayr xo'sh, Xudoga omonat. Kelar qitim ko'rishaylik.